Assalamu alaikum tuğanlar. Bizge şuna bu nabor keldi. Chopper, mikser, tuz, çay, salat vanlarınız anan bir çara. Şu komplegi şu turgan bolgon senası jetişip kalыңыздар aksiya boltat. 1750 so'm. Bunda chopper uzoqi 3,5 metr. Ek bıçak, bir vinçik bıçağı болады, ручной болады. Şunda болады. Assalamu alaikum tuğanlar. Şuna bolgan bizde nabor, kazan nabor. Bunun içinde bolsa çoğ bolgan skovratkası, birincisası kazanı. Bu jakta altın kaşıklar, vilka, kiçineke kaşık, çoğ kaşıklar. Еще sonrası belegine bolsa şu çaynek qo'shib beramiz. Zakaz qilaversangiz bo'ladi. Zakaz alamiz. Assalamu alaikum tuğanlar. Bizde şunda bolgan kun pechka geldi. Kununa 3 so'm tok çek. Kömür alganingizning shart keregi yo'q da. Kichkinaka konata bolsa isitib beradi jön ele. Buni alsangizlar o'tasizlar, plus tok menen bu bura qo'ysangiz o'zlari ligrovkalar menen burasangiz bunda aylanadi. Iki jakka aylanib turadi. Buni iki rejimde ishlaydi. 1 2. Ikkinchisi kuchli, birinchisi ancha emas. Vati bo'lsa 1500, zakaz bersangizlar yurib qolingizlar. Bizga qatal ketingizlar. Nomeri 704 menen 44 43 57. Assalamu alaikum tuğanlar. Şunda bolgan bizde Vitek firmasının mini konditsioneri. Konditsioner şunda bolgan kiyim ilip qorgatып koyatan бар ekkita shilkasi. Kiyim ilip qo'ysangizdar qurgab qoladi o'zi. Qishinasi siqib beradi, jayinasi muzlatib beradi. Konditsioner minisi. Bunu dushlarga alsangizlar bo'ladi. Dushlarga yaxshi kichkinaka kvadrat metrlarni qilib beradi, isitib beradi, muzlatib beradi. Aynen bo'lsam bunu alsangizlar belegine bo'lsa, nani belek qilib beraveramiz. Sizlarga aksiya boltat tuğanlar jetishib qolingizlar. Bunu algani bas bo'lsa 2200 so'm bo'ladi. 2200 so'mga bunday Vitek firmasının shunday mini konditsionerini topmaysiz, belegine shunday shvarlarni topmaysiz. Bizga qatalib qo'yingiz. Telefon nomeringiz 704 44 43 57. Assalomu alaykum tuğanlar. Bizde shunday bo'lgan toner qazan. Toner qazan eng cho'ng qazan, o'rtacharoq qazan, kichkina qazan, odan ham kichkina qazan, jaronyasi. Shunday bo'lgan pichoq meni powerashkindan bor. İçinde taxtasi ham bor, chara bo'ladi. Chara plus qoshiqlari, qosh salatan, roza guldi. Buni achaslardan salib qo'yasizlar içine. Salsangizlar mon içine chiroyli bo'lib, so'nim bo'lib turib qoladi. Buni alsangizlar tuğanlar sizlerge belek qo'shilib beradi. Buni alsangizlar tuğanlar. Belegine bo'lsa kun pechka. Shunda bo'lgan kunni 3 so'm jeydi. Watt bo'lsa 1500 watt. Ek rejimde ishlaydi. Tuğanlar zakaz berib jetishib qolingizlar. Bizdan da hisobga bor. Qatalib ketingizlar. Zakaz ketdi. Shunda mikseri, qavrashkasi, pichog'i bilan shunda bo'lgan sonnisasi, pichog'i, shunda bo'lgan tilla qoshiq degandan. Shunda bo'lgan qozoni, bir cho'ng skorotkasi, birinchisi kichkina qozoni. Erkek men degan Vitek yutugi, Vitek tifali. Zakaz saltaus. Kaç so'm bo'ldi shu? 3900 so'm bo'ldi. Ushun barda 3900 so'm bo'ldi. Bekar ekanda, pashta? Bekar 7 ta tovar, bunday tovar olmaysizlar. 3900 ga? Ha. Zakaz berish kerak bo'lsa kimga aytsin? Bizga xayrli olsun. Bo'ldi. Xayrli olsun shu bolaga. Buyursa yosh ishkar qo'llab, like-dan bosib, kommentariyadan yozib qo'yasizlar. Shu vrachga qarasizdan tovar chiqarib beradi sizlarga. Assalomu alaykum tuğanlar. Shunday bo'lgan biz nabor jasab qo'ydik sizlar uchun. Bu naborning ichida nelar ketadi ekan ko'rib olingizlar. Shunday bo'lgan 6 shtuk bakal, bakal qo'yg'ichlari, ana endi altın bo'lgan qoshiqlar, trenddagi qoshiqlar. Shunday bo'lgan qoshiq, vilkasi kichkinaka qoshiqi bo'ladi. Kichkinaka chara, shunday bo'lgan termos,
Bosch firmasının şunday bo'lgan taqtaluvi pichoqlari, pichoq salg'ishi taqtaluvi menen bo'ladi. Pichoqlari temir bo'ladi bu yerga. Qaychisi menen pichoq uchup taqlanadi. Ayam bo'lsam tifal, shunday bo'lgan tifal mikser ketadi. Tuğanlar şu naborda alsanızlar, men sizlarga belek berem. Belekni ko'rsatishimdan oldin menga xat olib qo'yingizlar. Belekka ayımlar uchun shunday bo'lgan bizda ütükni belek qilib beramiz akalarim. Menga xat olib like bosib qo'yingizlar. Байланыш nomerimiz 704 menen 44 43 57. Basını описаниеге жазып qo'yaman. Assalomu alaykum tuğanlar. Bizga shunday bo'lgan kombo jasab qo'ydik. Bu komboning ichida kete tuğan komboning ichida bar narsalar 6 shtuk bakal, qo'yg'ichlari menen oltin qoshiqlar, vilkasi menen kichkina qoshiqi bo'ladi, chara kichkina chara shunday bo'lgan razmerlari bor. Alışınızlara qarab charani adeni satıladi. Assalomu alaykum tuğanlar. Bizde shunday bo'lgan kun pechka. Kun pechkani vattini kelsak, vatti 1,5 vatt bo'ladi. 180 gradus aylanadi. Buni bunday qilib ligrovka qilsangizlar ham bo'ladi. Ikki rejimda ishlaydi. Birinchi rejim slaviy, ikkinchi rejim qattu. Bu bo'lsa qo'suzliq jag'i ham qaralgan. Ödeden kokustan jığılıp düşse, şunday bo'lib qolsa o'chib qoladi tuğanlar. O'chdi. Jerga qo'ydingiz, tamamda. Aldınız, o'chdi. Jerga qo'ydingiz, tamamda. Tuğanlar, bu jag'ini qarangizlar. Hem qo'psuzlik bu jag'i basılsa işleydi. Bu jag'i basılmasa işlemeydi tuğanlar. Şu jag'ini ham qarangizlar. Rangim bo'lsam, bu jag'i basılsa işleydi. Sizlarga yaxshi, abdan qo'psuzlik jag'i qaralgan. Tuğanlar, bu olsa gününü 3 so'm eleyecek, 3 so'm tuğanlar. 3 so'm menen uyingizde jılıl qilib otursanız qanday deysizler tuğanlar.